2013 yil Braziliya. Jennifer da Silva Gomez Yasmina ismli qizaloqni tug'ruqxonada dunyoga keltirdi. Lekin afsus, chaqaloq nafas olmas edi. Vrachlar uni qayta va qayta tekshirishar edi. Lekin Yasmina tug'iliboq o'lgan edi. Doktor Aurelia Filipak chaqaloqda hayot nishonalari yo'qligi sababli o'limni tasdiqlovchi hujjat tuzib chaqaloqni morgga yo'naltirdi. O'lim sabablarini aniqlash maqsadida. Hamshira Anna Claudia Olivera chaqaloqni onasidan xabar olgani kirdi. Jennifer esa azobda yotar edi. U Anna Claudiaga qarab, "Qizalog'im qani? Uni ko'rmoqchiman" dedi. Jenniferning mushtoq ko'zlariga to'lgan yoshlarni ko'rib, Anna Claudia unga "Bolangiz o'lik tug'ildi" deya olmadi. Tili aylanmas edi. Ayolning ahvolini ko'rgan Anna Claudia o'zi ham qiynalib ketdi va unga "Qizalog'ingiz vrachlar nazorati ostida. Uni hozir olib kelishadi" dedi-da, shoshilgancha palatadan chiqib ketdi. So'ngra Anna Claudia doktor Aurelia Filipakdan iltimos qildi. Chaqaloqni morgga emas, ibodatxonaga olib borishlarini so'radi. Uni xuddi bir kuch bu ishlarni qilishga boshlar edi. Doktor ham Anna Claudiaga rad javobi bera olmadi. Anna Claudia chaqaloqni jasadini chaqaloqlar qutisiga soldi-da, tug'ruqxonaning ibodatxonasiga yo'l oldi. Chaqaloqni qutiga solib ko'tarib olgan Anna Claudia uni yuziga qarar edi. U xuddi farishtadek oppoq, beg'ubor, jajji jonsiz qizaloq edi. Ibodatxonaga kelgach, chaqaloqni altarga, ya'ni qurbongohga qo'ydi va o'zi bir chetga o'tib, uni hayoti uchun ibodat qilishni boshladi. Oradan 3 soat vaqt o'tdi. Anna Claudia kutgan mo'jiza yuz bermadi. U endi chaqaloqqa qarashga ham uyalar edi, chunki uni qo'lidan hech narsa kelmadi. Anna Claudia chaqaloqni ibodatxonada qoldirdi va Jenniferning onasi Elza Silvaga bola o'lik tug'ilgani, Jenniferga ayta olmaganini, chaqaloqni ibodatxonaga olib borganini so'zlab berdi. Elza Silva undan "Chaqaloq qayerda?" deb so'radi. Anna Claudia ibodatxonada deb javob berdi. Alamli ko'z yoshlar to'kkancha Elza Silva yaqinlari bilan ibodatxona tomon yo'l oldi. Norisida go'dak yotgan qurbongohga yaqinlashdilar va ularning ko'z oldida mo'jiza yuz berdi. Farishtaday beg'ubor chaqaloq oyoqlarini qimirlata boshladi va marvaridday tim qora ko'zlarini ochib, jilmayib qo'ydi. Elza Silva umrida bunday mo'jizaga guvoh bo'lmagan edi. Alam ko'z yoshlari quvonch ko'z yoshlariga aylandi. Elza Silva chaqaloqni ko'targancha tug'ruqxona tomon oshiqdi. Bu mo'jizani hamma ko'rish kerak edi. Ayniqsa bechora ona. Ko'zlari to'rt bo'lib, bolasini kutgan ona. Elza Silva yo'lma-yo'l Xudoga shukr deb chaqaloqni mahkam bag'riga bosib, Jennifer tomon oshiqar edi. Uni yo'lda Anna Claudia ko'rib qoldi va ko'zlariga ishonmas edi. Jajji farishta Yasmina tirik edi. Tug'ruqxonada uning qichqirig'i yangrar edi. Xursand bo'lgan Elzaning ko'zlaridan duv-duv yoshlar oqar edi. Chaqaloqni onasini bag'riga yotqizishgandan so'ng, qizaloq shu zahotiyoq yig'ini to'xtatdi. Hech nimadan xabari yo'q onaga bo'lib o'tgan ishlarni birma-bir aytib berishdi. Tug'ruqxonada yuz bergan bunday mo'jizaga til ojiz. Biz boshida ishonmadik. Hech kim ishona olmadi bunday bo'lishiga. Lekin uni nafas olishini ko'rib, xursandligimizdan hayqirib yubordik. U tirik. U tirik. Bizni qizalog'imiz tirik. Mo'jizani o'zginasi deb izoh berdi chaqaloq Yasminaning buvisi Elza. U kichkina farishta bo'lsa, uni tanasi sovuq morgda yotishini tasavvur ham qila olmadim va uni ibodatxonaga olib bordim deb izoh berdi hamshira Anna Claudia. Biz bunday mo'jizalarni qanday bo'lishini tushuntirib bera olmaymiz. Bu hammasi Xudoning ishi. Faqat ugina bunday mo'jizaga qodir deb izoh berdi
chaqaloqning onasi Jennifer. Qizaloqqa Viktoriya degan ikkinchi ism berishdi. Viktoriya ismining ma'nosi g'alaba. Allohning mo'jizasi bilan bu qizaloq o'lim ustidan g'alaba qozondi va hozir o'z oilasi bag'rida. Allohning o'zi chevar, u rahmdil zot. Anna Klaudiyaga o'xshagan, hatto o'lim bilan yuzma-yuz duch kelib, umidini so'ndirmagan fidokor hamshiralarga esa Alloh o'zi kuch-quvvat bersin deb qolamiz. Bu voqea sizga yoqdi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Meni ismim Otabek. Siz bilasizmi, kanalida edingiz. Yaqinlaringizni, ayniqsa jajji shirin mo'jiza farzandlaringizni asrang. Ko'rishguncha deb qolaman.